Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Kanalimga yana bir bor xush kelibsizlar. Hammalaring sog' va salomat bo'lsizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Bugun yana biz mana oilamiz bilan Urda bog'iga aylangani keldik. Va mana bularni sizlarga ham ko'rsatmoqchiman. Sizlar ham ko'rganmisizlar? Urda bog'ida shunaqa joy borligini bilasizlarmi? Mana qaranglar. Vertolyot deysizlarmi, tank deysizlarmi, samolyotlar deysizlarmi, qaranglar. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana aziz kuzatuvchilar, qaranglar, Urdada shunaqa joy borligini men 16 yil deganda endi bilibman aziz kuzatuvchilar. Qaranglar. Qaranglar. Mana haqiqiy tanklar mana. Sizlar ham farzandlaringni olib kelinglar. Mazza qilib aylanib ketasizlar mana. Vertolyotlarni qaranglar. Mana bu tomonda samolyot. Mana yana tank, mana manetta. Biz ham oilamiz bilan narigi tomonlarda ham bor vertolyot, samolyotlar. Aziz kuzatuvchilar, oilaviy farzandlar bilan kelib kechki salqinda maza qilib dam oladigan joy Urda bog'imiz. Jizzax shahridagi Urda bog'i. Men ham shuncha yil yashab, hech Urda bog'ini orqa tomoniga o'tmagan ekanman aziz kuzatuvchilar. Qaranglar. Qanaqa muzdekgina, shinamgina maza joylar ekan. Sizlarga ham tavsiya qilaman kelishlaringni, farzandlar bilan aylanib ketishlaringni. Mana manetta ham samolyotlar bor. Qaranglar. Mana ko'ryapsizlarmi aziz kuzatuvchilar? Mazza shunaqa muzdekgina mazza joylar. Qanchadan ekan nomi? Kirmaysizmi? Zibinisi aşağı. Mana aziz kuzatuvchilar, mazza qilib farzandlarim bilan moshinchalar minamiz, birgalikda oilaviy kelganmiz. Sizlar ham mana aziz kuzatuvchilar, moshinchalarni minib birgalikda chiqdik. Mana yana bolalarimiz kelib samolyotlarni, vertolyotlarni bitta-bitta ko'rib o'tishyapti. Mana qaranglar. Mana vertolyotlar qaranglar.
kuzatuvchilar. Yuringlar bolam, yur. Ana yerda yana bitta. Mana bu yerda yur, shoh deyapman men senga. Bo'ldi bolam. Ketdik, yur. Yuringlar, yur. Ke shoh. Mana azizlar, bu yerda semeniya kelishar ekansizlarda. Mana yerda formalarni almashtirib, kirib bemalol oilaviy boyagi rangli otishmalar bo'ladi-ku. O'shanaqa qilib bemalol semeniya o'ynasa bo'lar ekan bu yerda. Mana orqada bog'i bor. O'rmonli joy, o'shaning ichiga kirib bemalol o'ynasalaring bo'lar ekan. Mana aziz kuzatuvchilar, 16-yilda bilibman Urda bog'imizda shunaqa joylar borligini. İşte bu. Gel. Otur. Çık. Ala kara fantaga qarab o'tirdi. Ala fanta tomosha Mustafa. Mana aziz kuzatuvchilar, videom shu joyda sizlar bilan xayrlashaman. Maza qilib aylandik, bolalar kachilya uchdi. O'zimiz ham birga maza qildik. Qizig'i, bog'imizda hech narsa qimmat emas aziz kuzatuvchilar. 5000 so'm, 10000 so'm. 10000 so'mdan qimmat narsani o'zi yo'q. Bemalol kelib, oilaviy maza qilib dam olib ketsalaring bo'ladi. Xayr aziz kuzatuvchilar, sog' salomat bo'linglar. Allohimga omonat bo'linglar. Hamisha o'zlaringizga ehtiyot qilib qolinglar. Yanagi yaxshi videoroliklarimda ko'rishguncha xayr.